Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, Agro07 jamoasi a'zolari. Bugun 10-aprel biz Surxondaryo viloyati Uzun tumanidamiz, ya'ni issiqxonadamiz, ko'chatxonamizda. Xo'p, mana ko'chatxonamiz. Ko'chatlar deyarli tugab qoldi. O'sha ko'rib turganlaringiz qolganlari ham buyurtma uchun, ya'ni zakaz qilinganlar qolgan. Va shu o'rinda bizdan ko'chat olganlardan ishonchi uchun alohida minnatdormiz va ko'chatlarimiz yetib bormagan, ololmagan akalarimizdan, opalarimizdan uzr so'raymiz. Biz endi Agro07 jamoasi 15-20 kishi bo'lib harakat qildik. Mana shu yangi navdagi uzum ko'chatlarini O'zbekiston bo'ylab tarqatamiz va bitta ikkita olaman degan odamga ham yetkazib beramiz degan maqsadda harakat qildik va qisman bu maqsadimizga yetishdik. Hatto Qoraqalpog'iston Respublikasigacha ko'chatlarimiz yetib bordi. 2 dona olaman degan odamni ham uyiga kirib bordi. Har bir viloyatdan filial qilib ko'chatlarimizni odamlarga yetib borishi oson bo'lishi uchun har bitta viloyatdan filial qilib o'sha yerdan tarqatib berdik. Arzon narxlarda, ishonchli sifatli ko'chatlarda yetkazib berdik. Endi ololmaganlardan alohida uzr so'raymiz va bizni kuzatib borayotganlar biladiki, e'lonlarimizda avatar, asosan katta partiyada avatar ko'chatlar tayyorlayapmiz va ma'lum bir miqdorda Lamborghini va Manicure Finger ham bor deb e'lon qilganmiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra Lamborghini navimizda ko'p batareya yo'qotish bo'ldi. Shuning uchun ko'pchilikka yetmay qoldi. Manicure Finger ham xuddi shunday. Asosiy e'tiborni avatarga qaratganimiz uchun va bu uchun hammadan uzr so'raymiz. Endi bu barchasi Allohdan. Bizga ishonch bildirganlar uchun alohida rahmat. Bundan keyin endi Xudo xolasa uzumchilikka, ya'ni asosan ko'chatchilikka alohida e'tibor qaratib, bunda katta yangiliklar qilamiz. Xudo xolasa kuzga ham ko'chatlar bo'ladi. Eng arzoni, eng sifatlisi bo'ladi. Inshaalloh mana shunga Agro07 jamoasi butun e'tiborni qaratgan. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan va ishonchingiz bilan albatta buni biz eplaymiz, uddalaymiz. Maqsadimiz uzumchilikni jahon darajasida ya'ni rivojlantirish, yuksaltirish. Hozir bo'lgan holatni bir qator ko'rsataman. Akalar, mana ko'chatxonamiz ancha bo'shab qoldi. Ozroq miqdorda qoldi. Faqatgina avatar navi qolgan. Jang qurbonsiz bo'lmaydi deganday. Mana qalamchalarimizni tomirlamagan qalamchalarni, ya'ni ekmaganmiz. Ba'zi ekkanlarimiz ham qurib qolganligi uchun tomir amal olmasdan ularni ham chiqarib tashlaganmiz. Mana shuncha adxot.